soat menga juda qadrli soat, ko'p narsani eslatadi. Lekin bu qanday bo'lishidan qat'iy nazar, davlat xizmatchisi avvalambor bo'lishi kerak, kamtar. Ushbu videoda ko'rganlaringiz soliq qo'mitasi raisi, oldingi soliq qo'mitasi, hozir qanaqa iqtisodiyotni qanaqadir vazirlik qilishdi, o'shani boshlig'i, vaziri Sherzod Qutbiyev janoblar bo'ladilar. Videoni ko'rib xursand bo'ldim. Nimagaki bugungi kunda O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar orqali tanqidlarning natijasida rahbar lavozimda ishlovchi shaxslar chiqib o'sha tanqidlarga javob berishni boshladi. Ya'ni oldinlari ham bunaqa tanqidlar bo'lardi va bu rahbar shaxslar mensimaslik qilib, bo'ldi sizlar gapiraverasizlar deb mensimaslik qilib, jamoatchilik fikrini inobatga olmasdan bilgan ishini qilib yurardi. Xo'p, bu kishi endi hamma bilib turibdi perikrasni qanday olishgan, nima bo'lgan, balkim sovg'a bo'lgandir, balkim boshqa va sovg'a bo'lgan bo'lsa ham o'zidan o'zi bo'lib qolmagandir. Hamma bilib turibdi, lekin bu masalada meni xursand qilgan narsa chiqib o'sha tanqidlarga javob qaytarishlari. Ya'ni o'sha ijtimoiy tarmoqlarni kuchi shu yerda bilinib qoldi. Bilinyapti, ya'ni bizni jamiyatimizda sekin-sekin o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali qilinayotgan rahbarlar tomoniga qilinayotgan tanqidlar o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmayapti. Siyosatga aralashma deydigan insonlarga shu yerdan aytib qo'ymoqchiman. Mana natijasi, ta'siri bo'lyapti, xudo xolasa mana chiqib. Bugun hozir tushuntirish berishyapti. Ertaga xudo xohlasa bizda ham mana Yaponiyaga o'xshab bitta rahbar chiqib qo'ysa, xalqdan uzr so'rashgacha keladi. Xudo xolasa mana shu kunlar keladi. Menimcha yaxshi tomonga qarab ketyapmiz. Shu fikrlarimni shu yerda sizlar bilan bo'lishkim keldi.